Salom do'stlar. Yana bir talabamizning katta orzusi ushaldi. Akramjon Avstraliyaning eng go'zal shaharlaridan biri Brisbane shahrida joylashgan Griffith universitetiga qabul qilindi va 4 yillik talabalik vizasini oldi. Brisbane bu quyoshli ob-havo, nufuzli universitetlar va cheksiz imkoniyatlar shahri. Biz esa Akramjonga hujjatlardan boshlab viza olishgacha har bir qadamda yordam berdik. Endi esa keling, bu jarayon qanday bo'lganini uning o'zidan eshitamiz. Salom hammaga, mening ismim Akrom va men Avstraliyaning Brisbane shahrida joylashgan Griffith University talabasiman va yaqinda men 4 yillik vizamni qo'lga kiritdim. Bu jarayonda Everstudy jamoasi menga katta yordam berdi. Hujjatlar yig'ishda, u yerda qanday yashash haqida tavsiyalar va universitet bilan muntazam aloqa. Viza jarayoni esa hammasi tez va oson bo'ldi. Griffith davlat universiteti bo'lib, Brisbaneda ko'plab kampuslari mavjud. Bu universitet Quest dunyo reytingida 255-o'rinda turadi. Mening soham Bachelor of Business yo'nalishi bo'yicha juda ham professional bilim bera oladi. Agar siz ham Griffith yoki Avstraliyaning nufuzli universitetlarida o'qishni istasangiz, Everstudy jamoasiga murojaat qiling. Sizga ham orzungizni ro'yobga chiqarishga yordam berishadi. Avstraliyada ko'rishguncha.